Pogruzchik, ya'ni yuklovchi. Yuklovchi. Yaxshi ishlab beradi deb. Nima afzalliklari bor ekan? Ya'ni solyarka bo'yicha, moy almashtirishi bo'yicha. Gidravlический moy vaqtida joyida almashtiramiz. Yuk ortish kerak, ham shag'al tashlab turish kerak. Sho'pirlarda Bolalar ancha tajribali yigitlar, o'z ishini biladi. Qo'pol qilib aytganda juda barakali mashina bu. Uncha-munchaga buzilmaydi. Zavod toza, chiroyli chiqargan. Shantu bilan ishlasalar yutqizmaysizlar. Mana ko'rib turganingizdek, Spetstexnika Toshkentda hamma narsani a'lo darajada bajaramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Rahmat. Assalomu alaykum. Tilshod aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzimisiz? Rahmat. Mana ro'yxatdan o'tgandan keyingi sizni joyingizga keldik. Bu yerda nima ish faoliyati bilan shug'ullanasiz? Biz bu yoqda nima deydi, rus tilida aytganda drobilka, tosh maydalash uskunamiz bor. Shu qayta ishlash bilan shug'ullanamiz. Shebi hamda klines mahsulotlarini qayta ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Zo'r. Sizga maxsus texnikani yetkazib bergan ekanmiz. Pogruzchik, ya'ni yuklovchi. Yuklovchi. Xo'p, nimaga aynan STTdan tanladingiz? Nimaga aynan STTdan deganda, men bungacha ko'p surishtirdim. Shu pogruzchikni qaysi kompaniyadan olish bo'yicha. Bu bo'yicha izlanishlar ham aniq qildik. Keyin yana mexaniklar bilan ham gaplashdik. Keyin oxiri vывод shunaqa bo'ldi. Shantu, aynan Shantu bizani sharoitda, nagruzkada juda yaxshi ishlab beradi deb. Keyin 5 yil oldin o'sha ko'rib turganlaringiz pogruzchikimizni olganmiz. Mana 5 yildirki, Xudoga shukr, bu hali bizga muammo olib kelmadi bu texnika. Doimiy ishlaydi, doimiy harakatda, sabab pogruzchik ishlamasa zavodimiz ishdan to'xtaydi. Shuncha odam to'g'ri bekor qoladi. Shu uchun biz hozirgi kunda mingdan-ming rozimiz. Hech qanaqa muammo yo'q Shantu bilan. Shunga o'la yana betonniy seximizga ham bundan 2 yil oldin aynan Shantudan oldik, pogruzchik oldik. Men betonniy sexda u yana bitta pogruzchik ishlatib turibmiz. Nima afzalliklari bor ekan? Ya'ni solyarka bo'yicha, moy almashtirishi bo'yicha, yana gidravlический o'zini moyini almashtirish, o'zini anaqalari bo'ladi. Endi biz hamma narsasini vaqtida joyida qilamiz. O'sha motorniy moyini, gidravlический moyi vaqtida joyida almashtiramiz. Yoqilg'i xarajat qolgan texnikalarga nisbatan zavod misol uchun soatga ko'rib turibsizlar, ham pogruzka qiladi, yuk ortish kerak, ham shag'al tashlab turish kerak. Ya'niki doimiy harakatda bo'lib turadi pogruzchik. Endi boshqa kompaniyalardan ishlab chiqarilgan pogruzchiklar soatiga bunaqa nagruzkada 20 ta solyarka yoqib qo'yishadi. 20 ga yaqin solyarka yoqadi. Bu 15-16 solyarka yoqadi. Ham apparat, men misol uchun injektor ham bo'ladi-ku. Apparat shu joy-joyida vaqt-vaqtida hamma narsasini qilib turganimiz uchun yaxshi. Uncha-munchaga buzilmadi hali. Yo'q, uncha-munchaga qarab turilgani uchun hech qanaqa u seriozniy bir og'ir buzilish holatlari bo'lmagan. Shu 5 yil ichida mana hozirgacha qarang, xuddi yangi texnikada ishlab turibdi. Sho'pirlarda muammolar bo'lmayaptimi haydayotganda, upravleniyasida? Sho'pirlarda endi har doim muammo bo'lgan, lekin shopirlarni o'zimiz tarbiyaladik. Bolalar ancha tajribali yigitlar, o'z ishini biladi. Masalan, ertalab doimiy smaska qilib bir-biriga topshirishadi, masalan, priyon передач qilib turgan vaqtda ham. Shu uchun shopirlardan bizda muammo yo'q. Bolalarni o'zi kim necha yildan beri shu texnikani haydashadi, o'zlari qarashadi, xuddi o'zini avtomashinasiga, texnikasiga qaragandek. Yo'qdan hammasi joyida. Endi yana mana shunaqa intrigali savolimiz bor. Ya'niki Shantuy bilan boshqa brendni olib kelib qo'yishganda nimaga aynan Shantuyni tanlaysiz yoki boshqasini ham tanlaysizmi va sabablari? Shantuni ishlash ko'lami, nima deydi, qo'pol qilib aytganda juda barakali mashina bu. Uncha-munchaga buzilmaydi ham. Harakati ham tez, tushunishi ham oson bo'lgan texnika. Masalan, qolgan kompaniyalarni aytmoqchi emasman, men qolgan kompaniyalardan bilan ham texnikasini ishlashini ko'rganman-da. Ishlash jarayonida bu juda ham nima deydi, xatti-harakatlari, texnikani o'zi tez ishlaydi. Doimki, uncha-munchaga har taraf buzilavermaydi. Masalan, zavod tarafidan muammo chiqib kelmagan. Zavod tarafidan. Masalan, insoniy faktor bizni oldimizga kelgan vaqtda qanaqadir bizni xatoyimiz bilan buzilishi mumkin, lekin zavod tarafidan texnika idealni kelgan. Shu farqi. Zavod toza, chiroyli chiqargan texnikani. Podyomlarda qiynalmayaptimi? Mana yo'q, umuman Xudoga shukr bu tarafdan qiyinchiligimiz yo'q.
texnikaga doimiy qaraganimiz uchun har qanaqa nagruzkada har qanaqa объемda texnika ishlab beradi. Ishlab berib turibdi. Nari yoqda ham ikkinchi shantimiz ham turibdi. Endi u narigi tarafda beton sex ishlamay turgani uchun qo'yib qo'yamiz uni joyida. U ham joyida vaqtida ishlaydi. Xuddi shunaqa 3 kubli pogruzchik. U ham shantu. Endi obunachilarimizga, bizani ko'rib turgan kuzatuvchilarimizga tavsiya berasizmi? Tavsiyam mana hozir obzorlarni o'zlaring ko'rasizlar, baho beringlar. Nima ham deymiz? Shantu bilan ishlasalaring yutqizmaysizlar. Har taraflama texnikani birinchi kun ishlatgan odam bu narsani tushunmasligi mumkin. Texnikani ishlatib yurgan odam o'sha ishlash jarayonida o'zi tushunib yetadi. Bu texnika qanaqa kuchga egaligini. Mana 5 yillik o'sha texnikamiz, traktorimiz ishlab turibdi. Mana sizga misol, amaliyotda misol, teoretik hech narsa demayapmiz, shu. Olinglar, ishlatinglar. Yana bitta savolimiz bor, o'rtada qolib ketdi. Ya'ni Spetstexnika Toshkent bizani firmamiz. Sizga ko'rsatayotgan servis xizmatlari, ya'ni texnik obsluživание vaqtida bo'lyaptimi? Juda a'lo darajada. Bu tarafdan umuman muammomiz yo'q. Sizlarni rahbariyatlaring bilan ham doimiy biz bilan aloqada bo'lib turishadi, doimiy qiziqishadi, doimiy texnikani qanaqa, qaysi jarayonda nima bo'lib turibdi. Bu odam uchun nima deydi? Juda ham bir приятный deydi-ku, bir yaxshi anavi sabab qiziqishadi. Chunki ular o'zini olib kelgan texnikasi bilan qiziqadi. Ishlash jarayonida. Bu tarafdan muammomiz yo'q. Doimiy yordam berish, nima masalan mexaniklarni jo'natib turishadi bizga. Bu tarafdan hammasi joyida. Даже aytamanki a'lo darajada. Zo'r. Mana ko'rib turganinglardek, Spetstexnika Toshkentda hamma narsani a'lo darajada bajaramiz. Texnikani olib kelib berishdan tortib, to uni servis xizmatigacha to'liq 100% bajarib bera olamiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib, podpiska bosishni unutmanglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Rahmat.